hozir bizada merda ishimiz bor. Yo'q, mer uydamsiz. Nima? Mer o'lib qolibdi. Hozir Stanni chaqirib kelishim kerak. Yo'q. Stan berga chiq. Mana bu kompyuterdan juda ham zerikib ketdim. Uyqum ham kelib ketdi. Mayli, hozir maslaga obed bo'ldi, soat 2:30 bo'lib ketdi. Maza qilib kompyuter o'ynab o'tirdim. Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan Mastan va mening yangigina video rolimga xush kelibsizlar. Maza qilib ko'ringlar do'stlar. Xo'p, tashqariga chiqib maslaga hozir Jo'xa kelyapti. Jo'xa, assalomu alaykum. Nima gap, tuyimsiz? Ha, yaxshimisan? Merda oldiga bor. Merda ishimiz bor. Nima yo'q qoldi, ketib yubordi menimcha. Mayli, bu avtomat debman, telefonimni olamiz va merni uyga asta sekin borib olamiz do'stlar. Xo'p, endi esa bu korobkalarni oldidan o'tib olsak, mer uydamisiz? Nima bu? Nima? Toshman menimcha merni kallasiga urib yorishgan. Хотя бы kutiya hodat qilaman shuda. Mayli, hozir nima desam ekan, politsiyaga telefon qilsam ekan, bo'ldi. Boshi yorilib yotibdi. Mayli, politsiya ham ko'tarmayapti. Jo'xaga aytish kerak. Jo'xani uyga boramiz hozir. Uyga borgancha telefon qilsak bo'ldi-ku. Jo'xa, alyo. Xansdan nimasan? Tashqariga chiqing, bo'la qoling. Xo'p, hozir chiqyapman. Nima desam, uncha telefon qilib buzding. Bildingizmi, mer o'ldi. Shuning uchun chaqirdim-ku o'zi. Bildim. Nima qilamiz bilasizmi? Kallamga qo'ya kelmayapti shuncha payt kelib. Nima qilamiz? Yur, yana tekshirib ko'raylik. Mayli, tekshirib ko'ramiz, yuring. Xo'p, eshikni ochchi. Mana ko'ryapsizmi? Bu yerda qanaqadir tosh va sasimayapti uy. Tushunyapsizmi? Qandaydir sasimayapti, qon, o'liklar yotibdi. Bittagina o'lik, merni o'ligi. Ha, to'g'ri gaping. Nimaga sasimayapti? Bu qonlar qarang, qotib yotibdi. Menimcha bu avvalgi qonlar, Ha, to'g'ri. Bo'pti, emas hozir kelaman. Ketib yubordi. Nimaga bu shunaqa paytlar ketib yuboradi? Menimcha bu bilmadim nimadan. Xo'p, mayli, endi hozir biz soat necha bo'libdi? Soat 2:57 ta o'tibdi. 3 ham bo'lib qo'yibdi. Insa nima qilamiz? To'xtang, Jo'xaga telefon qilaylik. Alyo, Jo'xa. Ha, nimasan? Uyga ketdim, hozir kelaman. Mayli. Nima bu? Nima? Paxtadek yengil bo'lib yotibdimi? Nima? Menimcha o'yinchoq. Hozir Jo'xaga aytish kerak. To'xta, Jo'xa dedim. Ha, nimasan? Yuring, orqamdan yuring. Nimaga? Merni o'ligi shunchalik yengilki, paxtadan ham yengil. Qandaysiga yur chiqani? Xo'p, mana keling. Mana qarang. Hozir men sizga qanday yengilligini ko'rsataman. Qarang mana. Xo'p, mana paxtaday bir qo'limda ko'tarib turibman, ko'ryapsizmi? Qandaysiga bunday bo'lishi mumkin? Mer 57 kilo edi. Qandaysiga 57 kilo? To'g'ri, shunchalik ozg'in. Ligidan menimcha o'lib qolgan. To'g'ri, lekin shunisi ham hozir kelaman, bo'pti. Shunaqa payt faqat ketaveradi. Qayergadir qochib ketadi. Mayli, hozir men politsiya chaqiraman. Politsiya chaqirmasak bo'lmaydi do'stlar. Yomon charchadim, lekin politsiya hali ham kelmadi. Bu yerda o'liklar yotibdi. Mayli, Jo'xaga aytish kerak, men uyimga kiryapman deb. Jo'xa. Ha, nima deysan? Endi o'zim chiqayotgandim. Qarab, bu yerga kel, oldimga. Xo'p, nima bo'ldi? Qara, menga kimdir koordinatalar tashladi. Shu yerga kel, mer bor deb. Qanaqa mer? Mer o'ldi-ku. Bilmadim, yo'lchiqani borib ko'rishimiz kerak. Mayli, yuringchi. Nima deb o'ylaysan? Mer o'sha yerdamikan? Bilmadim, tezroq borish kerak. Ha, yugur, mendan tez yura olmaysan. Nima bu? Bilmadim, qanaqadir temir eshikmi? Yuring chiqani. Hozir kelaman, kichkinasini qilib kelay, xo'pmi? Xo'p, men Jo'xa qardim, shunaqa vaqtlar ketadi. Nima? Mer shu yerdamisiz siz? Ha, shu yerdaman. Iltimos, bu yerga kirma, bekor kirdik. Salom. Shundan kaltak yeging kelyaptimi, bolam? Yo'q. Hozir yeysan-da, bu yerga kel.
Yaxshi, endi ishimni qilib olaman. Endi esa Stan oldiga borish kerak. Stani boylab qo'yishibdi. Yo-moyo, politsiya chaqirishim kerak. Allo, politsiya. Yo, WhatsApp bo'ldi, nima gap deymisizlar, tinchmisizlar? Videomizni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Video shu yerda to'xtaydi. Sizlar esa obuna tugmachasini bosib qo'ying. Ikkita dona kanal chiqadi va o'shalarga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, bo'ldi. Obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan hali xayrlashmaymiz, bo'ldi. Oxirigacha ko'ringlar videoni, hali oxiri kelmadi. Stop demasini. Cho'g'laverasizlar, qaranglar bo'ldi. Desam keyin mana shunaqa gapirganimda shunaqa zvuklar chiqib qolsa agar xafa bo'lmaysizlar, chunki men hali professional ovoz beruvchi ustasi emasman, hali mikrofonim ham yo'q. Xudo xolasa yangi mikrofon olib juda zo'r videolar olishga harakat qilaman, bo'ldi. Sizlar bilan Stan bo'ldim. Hammaga barchalarga xayr bo'ldi.